Assalamu alaykum aziz ko'ruvchilar. Kamina Dilnurdan sizlarga oliy ehtirom. Xalqimiz uzun zamonlardan beri o'zining shodligi va qayg'u hasratlarini o'zining naqsha va muzikada ifodalab keldi. Tarix to'lqini Uyg'ur xalqining san'at dengizida 12 muqamdek bebaho marotibni qoldirgan bo'lsa, boy, munbatli tuproqning guzarligida ko'plagan xushnavo bulbullarni qatoriga qo'shdi. Ana shu bulbullarning birisi bo'lgan Ayturg'a Hasanova 50 ve 60 yıllarda vatanimizning sahnasida julanib chiqqan yulduz edi. Sahna bulbuli Ayturg'an Hasanova. Ayturg'an Hasanova 1933 yılı 4 ayının 1 günü G'ulji shahrining 3 darvoza mahallasida bir san'at suyar oilada dunyoga kelgan. O 3 yaşından tatipla onisi Zeynepxon xonim va hadisi Xurshida xonimlarning ta'sirida naqshi muzikaga alohida ishtiyoq bog'laydi. Ham chuchuk tillari bilan aytgan naqshilari qo'shni xonimlarni hayron qoldirdi. O 8 yoshida onisi Zeynepxon xonim bilan Urumchiga borganida Xurshida xonim G'arib sanam operasidagi sanamning rolini repetis qilyotdi. Ayturg'an bu manzarani ko'rib nihoyatda hayajonlanadi. Ham Xurshida xonimga agishib, tang repetis qilib, atrofdagi ustozlarning diqqatini tortdi. Uning mahoratini ko'rgan rejissyorlar Ayturg'anga sanamning balliq chig'idagi rolini erish vazifasini berdi. Shuningdan boshlab Ayturg'an Hasanovaning san'at hayoti boshlanadi. Ham san'atga bo'lgan muhabbati texmo kuchaydi. 1947 yili G'uljida qo'yilgan bir qitimliq konsertda rahbarimiz Ahmadjon Qosimi sahnaga chiqib, amdala 12 yosh kirgan Ayturg'anga kelgusidagi Uyg'ur sahnasining bulbuli degan yuqori bahoni berdi. 1950 yili G'ulji shahriga O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistondan Uyg'ur olimi Tursun Rahimov boshchiligida 80 kishilik san'at o'miki keldi. Bularning ichida Halimaxon Nasirova, Rozi Bakovanova, Sayra Qirg'izboyeva qatorliq mashhur san'atkorlar bor edi. Ular Ayturg'anning ijrosidagi naqshlarni, bo'libmi Kulaman degan naqshisini anglagandan keyin uningga opirin o'qiydi. Ham alohida sovg'alarni berdi. Men Doğu Türkistan'da 1933 yılı G'ulji shahrida, yani İli shahrida tug'ilib o'sdim. Beşimden nurg'ulg'an vaziyatlar, nurg'ulg'an sharoatlar, nurg'ulg'an ahvollarni ko'rib o'tdik. Cho'ng olduk. O'zim san'atchi bo'lib, san'atim bilan barcha Doğu Turkistondagi xalqimga tonildim. Uyg'ur xalqiga bo'lgan ko'z qarashi, gumonlari, yaxshi ishlayotgan bir yaxshi fikrlik insonlarning fikrini gumon bilan o'zining teppagan bir har xil gaplari bilan talantliq, eng yaxshi talantliq odamlarga ayiblarni tepib, ularga yolg'on yovudun bir narsalarni choplab, ularni xalq oldida qora qilishga, tushirishga, ikkinchi qaytilab sahnaga chiqmaslikqa, ularni pasaytirib etishga nochong rollarni o'ynadi. Mushuninga chidolmasdan sirtqi davlatlarga bosh elib chiqib ketdim. Mening aytgan naqshlarimni ham burunqi biladiganlar bo'lsa, Uyg'ur xalqining ichida qanchalik burunqi naqshlar bo'lsa, men buning hammasini desam xatolashmo qolaman, biroq yo'q, hammasini degidek aytib keldim. Masalan, men o'zim ham naqshchi. Bildiganlar yaxshi ekranda anglayotdi, biladi.
Ben destallarını köp oynayan özem aktrisaman. Gayrib Sanem destalları, Leyli Mecnun destalları, Ferhad-ı Şirin destalları ve şunun oxşıgan keyinki vaqtlarda Zunun Qadirinin yazgan Gunçem dramısı, Ziyakamның yazgan Qanlıq Dağ degan dramalarning hammasida men rol oynab chiqqan ve naqsini aytib. Onun sırtida konsertlarda bütün xalqning naqshlarini aytib keldim. Mesela bu naqshlarni öz vaqtida sazandilar, meşreplarda, oturuşlarda erkekler aytadigan naqshlar bu. Ama xotinlarning ichida bir men mushu Jonay, Avrishim, Vadariha degan o'xshagan naqshlarni xotinlarning ichida hayotda birinchi qatim aytib keldim. Şu vaqtlarda kichik vaqtlarimdan tortib oilamda ve xalq ichidagi sazandilar, Ro'zi Tambir ve şunun o'xshagan nurg'un sazandilar bizning oilamiz bilan oralashib, mening anamlar bilan mush muzik chelib aytganda quloqlanib, men bilib uchun shu birinchi Uyg'ur xalqining naqshlarini nang ودريخا دربي للمن أضاي بول دم نتاي Şallan arnab tizdim yargay gül deste Gül şallan arnab tizdim yargay gül deste Kuyup güldün mikremli gitmez işku Ayturgan Hasanova şuningdan keyin G'o'ljidan Urumchiga yo'tkilib keladi. Ham texmi ko'p san'atkor ustozlar bilan uchrashib, o'z bilim qurilmasini texmi kuchaytirdi. U 1951-yili 300 dan ortiq san'atkorlar bilan Koreyaga berib, har xil tillarda naqshi o'rinlab, tomoshabinlarning qizg'in olqishiga erishgan. Ayturgan Hasanova 1962-yili Qirg'izistonga ko'chib kelib, Sabir Hajiyov rahbarligidagi ansamblda xizmat qildi. U bu jarayonda ba'zi qiyinchiliklarga, to'salg'ularga uchragan bo'lsa-mu, har vaqt kelgusiga bo'lgan umidini uzmaydi. Texmi tirishib, naqshi ijodiyatlari bilan shug'ullanadi. Uzun o'tmay, u o'rilgan naqshlar O'rta Osiyo diyorida jaranglaydi. U 1971-yili taklif bilan O'zbekistonga ko'chib kelib, Toshkentda xizmat qildi. Ayturgan Hasanova 1980-yillari mashhur Uyg'ur muqamchilardan Nur Muhammad Nasir, Mattayir Hasan, Sultan Murad Razanov, G'ofur Qodir Hojiyov, Qodir Razi Muhammadov qatorliqlar bilan Uyg'ur xalqining musiqa durdonlari bo'lgan 12 muqomni ratlash va sing'i elish ishlariga qatnashdi. U yana yosh naqshchilarni tarbiyalab, yetishtirishga alohida ahamiyat berdi. Ayturgan Hasanova o'rinlagan Vadriha, Xonlaydun, Jonay, Junun, Oltin bilan Rana qatorliq naqshlarida vatanimiz tuproqining xushpuroqlari demoqqa urilgandan tashqari
bu naqşlarda chin muhabbat, do'stlik, sadoqat, go'zallik aks etadi. O 2003-yili oktyabirda vatanga qilgan ziyoratida ataqliq naqshchi Sanobar Tursunning o'rinlashtirishidagi bir qitimliq kechilikda o'z ijodiyatlaridan "Seg'indingmi" degan naqshini o'rinlab, vataniga, xalqiga bo'lgan chin yurakdan chiqqan seg'inishini ifodalaydi. Uzun o'tmay kech kuzdagi Nava nomli plastikasi jamoat bilan yuz ko'rishib, xalqimizning yoqtirib anglashiga erishdi. Urg'ub pishib oqqan darasini sozg'ujur sayrida bulbul navasini o'tgan umr otqan tongma sadasini men seg'indim xalqim sanmo seg'indim o'tgan umr otqan tongma sadasini men seg'indim xalqim sanmo seg'indim men seg'indim xalqim sanmo seg'indim Yili sodirg'in laning makanidir İlahındek hafızlaning bostanidir Rozam kamdek hafızlaning bostanidir Men bu o'tgan ili bo'ylab naqsha edib naqsha edib Men bu o'tgan ili bo'ylab naqsha edib Billa o'tgan damlarni sevdim Men bu o'tgan ili bo'ylab naqsha edib shu o'tgan kunlarni seg'indim men seg'indim xalqim sanmo seg'indim Yaxshilardan yaxshilik biroz bo'lib qolar Talasmo yomonlarning yolisi qolar Yaxshilardan yaxshilik biroz bo'lib qolar Talasmo yomonlarning yolisi qolar Danalarning dana so'ziz nasi qolar Jodkorning ijodi sahnasi qolar Danalarning dana so'ziz nasi qolar Jodkorning ijodi naqsi qolar Seg'indingmi seg'indingmi men seg'indim sahnam sanmo seg'indingmi 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 men seg'indim xalqim sanmo seg'indingmi men seg'indim xalqim sanmo seg'indingmi Bu naqshi peshivorimiz 80 yoshga kirgan qutlug' kunlarda
Qozog'iston Ayollar Cumhuriyetining raisi Ahtarim Ahmedovaning tashabbusi bilan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonlarda dağdığılık faaliyetler o'rinlashtirilib, her soha erbablarning ishtirok qilishi bilan qizg'in tantana qilinib tabriklandi. Biz Toshkentdan so'z olyapmiz. Geldi. Toshkent Radyosu geldi. Aziz vatandaşlar, ilim süyer milletim, sanat aşkı halkım. Her kim to'g'lidi. Ama ayturgan hadimiz yaşaş üçün emas, yaşatış üçün to'g'ildi. G'ulji diyarida to'lin ayliq bir kechida ayturgan hadimiz dunyoga keldi. Uyg'urga ümit ve xushallik berish uchun keldi. Hammamiz bilimizki G'ulji demek Altay qumuldur. G'ulji demek Qashqar xotandir. G'ulji demek Aksu turpandır. G'ulji demek Ürümçi demektir. G'ulji demek Yettisu demektir. O tug'ilishi bilan yurtimizga nur keldi. O naqshlari bilan yurtlarni yaşattı. 60, 70, 80 yıllarda hargın ve ümitsiz xalqni naqshlari bilan hayotga intildirdi. Qalbimizdagi shivirg'onlarni haydab, ko'ngillarga yoza keldi. İlham baxsh ve issiq ovozi bilan Uyg'ur boyidi, bundan keyinmi bo bo'ladi dedi. Turpan, Qumul, Qashqar Turpanda keçileri biz algan naqshlardan bu ta'siratni olgandik. Her kim bu jahondan ketadi. Ama ayturgan hadimizning jismi ketgani bilan her zaman, her minut aramızda yaşaydı. Yaşaydı ki naqshlarga ega bo'ladi, naqshlarni o'ziga ve asliga qaytirdi, shundaqla ularga sahip chiqdi. Şu arqalıq milletning davomiga kuch berdi. Uningdagi ruh bani mengü ba qilishqa, ümitsizlanmay yashashqa, milletga ishonch ve esillik ato qilishqa markazlashgan edi. O naqshlari bilan dedi ki Uyg'urlar aslida ümit var millettir. Medeniyette ve kuvvette güçlü bir xalqdir. Hayatqa ve insaniyetga faydalı bir cemiyettir. Muşu tuyg'u ve vazifeler ayturgan hadimizden bizge miras kaldı. Biz insonlikning mana muşu yuqori markasini texmo yüksekliklarga ve uzun asrlarga to'shishimiz lazım. Ayturgan Hasanova Uyg'ur qalbida mangu yashaydi. yılı 4 ayının 2 günü. Uyghur xalqining bu naqshi peshvosi Ayturgan Hasanova biz bilan manguga vidolashdi. Ammo uning naqshi ijodiyatlari xalqimiz qalbida mangu o'chmaydi. Assalomu alaykum. Dunyodagi har joyda yashayotgan aziz xalqim. Men Ayturgan Hasanovaning bolasi Farruh Ömerjan bo'laman. Mening onam shundoq degan. Biz Uyg'urlar eng yaxshi bir zamonda yashayotimiz. Dunyoda necha davlatlar bor, necha vatan, ammo bizda yo'q. Shunga bizga necha davlatlar qarab turudiki, bizga bir fursat. Madaniyatimiz, birligimiz, ittifoqimiz qoldi.
Anamның hayatida bo'lgan o'tini, san'atga va utuqlarini hammamiz bilamiz. Mening anamның muxlislariga, san'at shaydolariga chin dilimdan rahmat.